O'g'lim kechasi bilan qusib istimalab chiqdi. Ozroq shamollabdi, oshqozonni aynitib, ertalab turib, dorilarni berib, qonini to'qlab, belab uxlatib qo'ydim. O'g'lim uyg'onib ketmasin deb sekingina oyoq uchida titin qilib, eshikka chiqib, bismillah deb turib, rejimini yoqib, ishlarimni qilishga kirishib ketdim. O'quvchilarim bilan bo'lib, hovli tomonni tozalashga vaqt ham bo'lmayotgan. 3 kun qattiq harakat qilib, o'quvchilarimni natijaga chiqarib, ularning natijalarini ko'rib, ko'zim quvnab, atziflarini o'qib, rahmatlarini eshitib, energiya olib, kuch-quvvatga to'lib, ishlarimni ham qilib oldim. Bu arada 3-4 marta o'g'lim ham uyg'ondi. Kirib tervatib qo'yib, yana chiqib ishlarimni ham davom ettirdim. Ko'pchilik yozadi, Hanifa, qayerdan buncha g'ayrat, qanaqa qilib ulgaysiz, charchamliysizmi deyshadi. Yo'q, charchamayman. Men o'quvchilarim natijalaridan, ulardan eshitgan rahmatlarimdan kuchga to'lib, energiyaga to'lib, mazza qilib ish qilaman. Charchaganim umuman bilinmaydi. 3 kunlik mehnatim orqasidan o'zimga yangi telefon oldim. To'g'ri, iPhone olmadim, lekin iPhone 10 ga onalarim duosini olishni afzal ko'rdim. Ko'pchilik biladimi yo'qmi, men xolamga kelin bo'lganman. Va 2 opa-singil, ya'ni onam va qaynona oyijonimni sanatoriyaga dam olishga yubordim. Hech narsani o'ylamaylar. Hamma xarajatni o'zim ko'taraman. 2 opa-singil mazza qilib yayrab dam olib kelinglar. Deyish qanaqangi bor. Alhamdulillah. Shunga qodir qilganingga, shu kunga yetkazganingga Allohim o'zingga ming qatla shukr. Xursandchiligimni sizlar bilan ham baham ko'rib, ishlarimni ham qilib oldim. Bu orada o'g'lim uyg'onib qoldi. Qaytgancha SMM Chikening hayoti qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib qo'ying.